Assalomu alaykum jetili o'zbek. Men tarjima qilgan videolarda chin yurakdan, chin qalbdan like bosib, obuna bo'lib kuzatadigan addushi meni muxlislarim, jonlaring sog' bo'lsin bolalar. O'sha gap meni o'zim UC servisimdan bemalol PUBG'chilar UC'larda tars sotib olishlari mumkin. Bu bilan menga yordam bergan bo'lasizlar va reklama va takliflar uchun kim o'z biznesini 100 minglab odam ko'rishini xohlasa bemalol yozaverasizlar. Videolarimizni boshi va oxirlariga chiroyli narxlar qilib beramiz. Bemalol yozaverasizlar. Chig'anaq o'sha eski gap. Obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Like bosib boringlar, bir 10 ming qilaylik like'ni. 100 ga jicha qoldi. Ketdik videoga. Men bu yerga 100 ta obunachimni yig'dim va har biriga 10 ming dollardan berdim. Va dunyodagi eng yirik savdo markazlaridan birini ijaraga oldim va ular ichkariga berkinishadi. Men 10 soat ichida topaman. Qani berkining. Agar bu vaqtning ichida ulardan birini topib olsam 10 ming dollarni qaytarib olaman. Agar topa olmasam, u pullar ularniki. Men hech ham bu yerda bo'lmaganman. Yo xudoyim. Bu yerdan meni hech kim topa olmaydi. Hay yaxshi, pullarni qara, buni cho'ntagimga solib olaman. Men aniq Legolendda kimdirni ko'rdim. Shuni tekshirish uchun bolalarni u yerga jo'natamiz. Yo'q, xudoyim. Men aniq bilaman, bu yerda kimdir bor. Bu yer kulgili ekan, kimdir bo'lishi mumkinmi? Ortimdan yur. Opa, albatta. Kimdirni topdingizmi? Menga ota-onam aytganda birinchi bo'lib topilmadi. Mana endi bittasi topildi va u endi menga aylanadi. Bu yerda 99 ta qoldi, bittasi minus. Endi biz odamlarni tezroq topish uchun Chandler va Karelni muzli maydonga jo'natdim. Bu savdo markazida haqiqatan ham hamma narsa bor. Bu suv quyadigan mashina devorga tegmasdan juda ham shubhali turibdi. Hech kim yo'q. Nega u tegmay turibdi? Bu narvon. Agar bu narvondan kimdir sig'ib tepaga chiqib ketgan bo'lsa, mayli 10 ming yutdi. Men his qilyapman, bu yerda kimdir bor. Aytingchi, bu yerda kimdir bormi? Kimdirni ko'rdingizmi? Rostdanmi? O'tkazib yubormadikmi? Yana bu yerda kimdir bormi? Ha? Qani izlaymiz. Bu parda orqasida kimdir borligi aniq. Haqiqatan ham kutmagandim. Men birinchi odamni topdim. Yo'q, xudoyim. Bu yerda boshqa odam bormi? Yo'q. Shoshma qaraychi, betingdan kimdir borga o'xshaydi. Men ko'ki suvashli odamni ko'ryapman. Mana endi 20 ming dollarni tejab qoldim. Kechirasizlar, sizdan pulni qaytarib olganim. Hamma joyda. Mana sen. Bu yerda bir o'zingmisan? Yo'q, sen aldashing mumkin, lekin men qarab beraman. Sizlarni juda yomon ko'raman. Sen unchalik emas-u, buni juda ham. Men kambag'al studentman. Menga juda ham pul kerak. 10 ming dollar menga va oilamga juda katta pul va u bizga kerak. Juda ham kerak. Biz 3 soatdan beri odamlarni qidiryapmiz va faqat 7 ta odam topdik xolos. Endi menga yordam kerak. Men Makvin va Snapni yordamga chaqirdim. Ular menga bu katta joydan odamlarni tezroq topishga yordam beradi. Topildi. Yana bitta. Ehtiyot bo'l. Qani bu yerda odam bormi? Yana bir kishini topdim. Qanday qilib topding meni? Bu yerda odam bormikin? Menimcha bu yerda odam yo'q. Nolan axlat qutilarini qarayapti, boshqa bolalar esa muzsaroyni. Chandler nima qilayotgan ekan? Chandler bilan qo'shilib Karl ham yo'q. Biz endi suvli joylarni qaraymiz. Ikkalasini ham. Men hech kimni ko'rmayapman. Biz hech kimni topa olmadik. Biz bunisini ham qaraymiz. Ketdi, yura qol. Bolalar, bu yerda hech kim yo'q. Allo, telefon qildingmi? Biror qiziq narsa bormi? Qayerdasizlar? Biz akvaparkdamiz. Yaxshi, kimdirni ko'rsalar aytinglar. Balkim bu yerni ham qaraymiz. Bu yerga berkinish mumkin emas. Mayli, balkim bo'lishi mumkindir. Qani bu yerni qaraychi. Topildi. Biz akvaparkdan odam topdik. Men o'yingohdan chiqib oldim, balkim ular u yerga borishgan bo'lishi mumkin. Seni ko'ryapman. Nomering necha? Yaxshi, qayerdasan? Nolanni aldolmaysan. Bu o'yinchi Nolandan qochib, Karl bilan Chandlerning oldiga yaqinlashyapti. Qara, qochib ketyapti. Nima? Men yugura olmayman, oyog'im ho'l, uning ustiga turflib ham bu yerda qolib ketgan. O'zining orqasida. Jam. Yo'q. Sen tez ekansan. Bizda 6 soat vaqt bor, shuncha odam topilib, endigina 78 ta odam qoldi. Tezroq oqtarish kerak. Bu yerda chamadon bor. Demak kimdir bor. Shu yerdamisan? Uxlayapti. Xo'y, seni topib oldik. Xayrli tong. Toroq, bu nima? Banda. O'yinchoqlar bilan to'la joyda kimdir bo'lsa sizni topib oldik. Endigina 10 ming topdik. Ana buni qara, odamga o'xshab turibdi. Qani?
Seni qo'rqitib yubordimmi? Yo'q, shunchaki odam bo'lmasa kerak deb qaragandim. Men topildim, hammasi tugadi. Bo'lishi mumkin emas. Bu yerda odam bormi? Qani, kimdir o'tiribdi. Omad senga. Chentlet, nima qilyapsan? O'zingni bos, biz bu yerda ishlamaymiz. Ya qo'ysangchi, biz bu yerdan odam topishimiz kerak. Xo'sh, yana nechta odam qoldi ekan? Qayerdaligini bilmayman. Ular golf maydonida o'ynashyapti. Meni topdingiz. Ular kimdirni topib olishdi. Yaxshi, meni topdingiz. Sizlar golf maydonida o'ynaganingiz yaxshi edi. Hozirgacha 37 ta odamni topdik. Bu yaxshi natija bo'lishi mumkin, lekin hali ham 630 ming dollar yutqizishim mumkin. Shu uchun yana yordam kerak. Soat ertalabki ro'parasi 5. Men esa spetsnazlarga qo'ng'iroq qildim. Ular endi bizga bu yerdan yanada ko'proq odam topishimizga yordam berishadi. Qarang, juda ham ajoyib ko'rinadi. Bu men ularga aytmagan hiyla. Siz har bir topgan odamingizni pulini yarmini o'zingizga qoldirishingiz mumkin. Qanaqa rejangiz bor? Qani boshlanglar. Ikkitangiz ichkarini tekshirasiz. Biz esa 3 kishi bilan atrofini aylanamiz. 7-52 bu yer bosh. Yaxshi, oldinga boring. Bir kishi zinapoya tayida tashqarida. Nima? Qabul eshitilyaptimi? Bo'lishi mumkin emas. Ular bu yerni juda ham ajoyib tozalashyapti. 7 atrof tozalagiga ishonch hosil qiling. Demak, siz endi dronda hamyoqni tekshirasiz va kimdirni topsangiz ularni chaqirasiz, a? Ey, jigarrang matn orqasida 2 kishi bor. Yo'q, doim dron bilan tekshirishyapti. Shoshmang, kimdir yashiringanmi? Chiqa qoling, sizlar topildingiz. Bu yerga qachon yashirinding? O'yin boshida? O'yin boshida, yo'q, xudoyim. Dron hozirgina uchib o'tdi. Toza. Yo'q, xudoyim, qanchadan beri turibsan? Menimcha 5 soatdan beri juda ham charchadim. Yana bittasi topildi. Spetsnazlar, vaqtingiz tugayapti. Sizlar bunchalarim ko'p odam topdingiz. Hech ham qiynalganingiz ham yo'q. Sizlar hammangiz 10 ta odamni topdingiz. Va'da qilganimdek bu yerda pullarni yarimi. Rostdanmi? Ha. Mana buni ham qo'shib oling, shunda hammangizga 10 mingdan bo'ladi. Rahmat, xayr. Sizga ham rahmat. Mana topib olishgan spetsnazlar. Xo'p, endi ularni ketkizdik. Endi istirohat bog'i bo'sh bo'lish kerak. Albatta, ular meni qidirishdi, lekin dron meni ko'rmagan deb o'ylayman. Bu yerda hamma topilgan odamlar manikellari. Endi ovni boshlaymiz. Hatto qidirish uchun spetsnaz guruhlari bo'lsa ham, bizni bu qidirayotgan joyimiz juda ham katta. Endi Jack Black'ga qo'ng'iroq qilaman va bu gaplashayotganimiz barcha savdo markazini kanallaridan eshitiladi. Jimmy akvaparkni yopish kerak. Va hamma pul yutishni istasa, o'z joylarini o'zgartirishlari kerak. Rahmat, Jack. U to'g'ri aytdi. U hozirgina akvapark yopiladi dedi. Men endi zinani ostiga bekinishim kerak. Men bu yerdan butun tun bo'yi hech qayerga jilmayman. Endi men tualetga bekinishga harakat qilaman. Menimcha meni hech kim topib bo'lmaydi. Endi men bu sahna ostiga bekinaman. Bu yerdan menimcha hech kim izlamasa kerak. Yaxshi. Men sahna ostiga bekindim. Endi bu yerdan menimcha kechasi bilan hech kim izlamasa kerak. Hazillashmayapman. Albatta bu yerda hozirgina kimdir bor edi. To'g'ri, kamerangizni berib turing. Bu yerda kimdirni ko'ryapsanmi? Ha? Bor edi, endi yo'q. Meni hech kim ko'rmadi. Endi hammasi yaxshi. Hozir soat 7. Vaqt o'tishi bilan ularning ishtiyoqlari pasayishini bilardim. Endi 53 kishi qoldi. Odamlarni topib buni 30 taga tushirsalar, hammangizni onangizga qayiq sovg'a qilaman. Meni onam qayiqni yaxshi ko'radi. Mana endi rejamni aytaman. Odamlarni 30 taga tushirsalar, 230 ming dollar tejab qolaman va 15 ming dollarga qayiq sotib olaman. Bu menga yaxshi pulni tejash degani. Yigitlarga oson bo'lish kerak. Menga hammasi ayon. Aniq kimdirni topgan deyman. Qanday qilib ishongandim? Bo'lish mumkin emas. Seni ko'rdim. Men seni topib bo'lgandim. Meni ko'rmayotgan eding. Bu muhim emas. Meni onam endi qayiqqa bir qadam yaqinlashdi. Sening onang? Qayiq bolalarga yaxshi motivatsiya bo'lgani aniq, chunki ular ko'plab odamlarni topa boshlashdi. Ikki soat vaqt qoldi. Menimcha bolalar juda ham charchashdi. Men hali topilganim yo'q, lekin ehtiyot bo'lishim kerak. Jimmy juda ham aqlli. Yaxshi, nima qilyapsan, bolakay? Men keksa odamga aylanaman. U farrosh bo'laman. Meni vaqtim keldi. Bu yerda nimadir eshitildi, menimcha kimdir bor. Men o'zimni futbolkamni topdim. Bu yerda ko'k kiyimli odam ko'rdingmi? Men o'ylab ko'rishim kerak. Sen yolg'on gapirayotganga o'xshaysan. Hatto o'ylamadim ham. Jimmy bu yerni qaraganini aytdi, lekin u yaxshi qaramagan aniq. Qani? Jimmy aytgandim-ku senga. Yo'q, xudoyim. Esingizda tursin, agar sizlar onangizga qayoq yutib olsangiz, Satnabga ham beraman. Satnabni onasiga ham yo'qni beraman. Yaxshi. Boboyni jahli chiqdi.
Ha, Tarik, buni ko'ryapsanmi? Nima qilayotganding? Hojatxonaga keldim. Hojatdamiding? Ha, Bu noqulay. Qidiruv davom etadi. Yolg'on gapirmayapsanmi? Bu yerda kimdir yo'qmi? Yaxshi, hammasi tushunarli. Bu yerda hamma joyni qarang. Yo'q, men topdim. Ana endi bu yerda hech kim yo'qmi? Yo'q. Ha, unda yaxshi. Bu yerdagi hamma manekenlarni hisoblab chiqsak, keyin ularni 70 tadan ortiq soni bo'lsa, demak maqsadingizga yetishdik. Sizlarning onangizga yangi qayiqlar sovg'a qilishga endi va'da beraman. Karl, mani sevgilimga yangi futbolkalar kerak bo'ladi. Menimcha seni sevgilingga qizil rang yarashadi. Ey Karl, qalachi, bu yerdagi futbolkalar yaxshimi? Nima deb o'ylaysan? Razmerlari bormikin? Mayli, hammasini sotib olamiz. Qani bu yoqqa kel. Bu toycha kerak. Menimcha kerak emas. Menga kerak. Yana bilmadim. Karl, menimcha bu korobka meni qizimga yoqsa kerak. Qani ochib ko'ramiz? Qani? Tortib ko'rchi. yo'q xudoyim. Sizning yutishingizga oz qolganda. Yoqimli. Mayli, bu ishni yopamiz. Endi bu pullarni olaman. O'yin tugashiga 30 minut qolganda bu savdo markazi keluvchilar uchun ochildi va men 230 ming dollarni hali qaytarishim kerak. Videoga tushishni xohlaysizmi? Xohlaymiz. Siz ko'k kiyimli odamlarni ko'rmadingizmi? Boshqa yo'q. Renursum. Do'stim, qara, menga farqi yo'q. Senga foyda bo'ladigan narsani aytaman. Bu yerda 2 kishi bormi? Ha. Xo'p, ularni qayerdaligini aytsang, ulardan birini puli senga. Sen ularni sotmoqchimisan? Yo'q, kerak emas. Bu faqat internetda bo'lishi mumkin. Yana 15 minut qoldi. Yana 15 minut qoldi va 10 ming dollar meniki bo'ladi. Meni hech kim to'xtatolmaydi. Men albatta yutaman. To'xtang. Ular qayerga yugurib ketishyapti? Hoy, to'xtang. 13 minut vaqt qolganini hisobga olib, mayli, men sizlarni ko'rmadim. Qani tezroq yugura qoling. Bu bolalar oxirgi 15 minut ichida yutqizib qo'yishganda juda ham alam qilardi. Bu challengening vaqti 10 daqiqa qoldi. Men juda charchadim. Oxirgi daqiqalarga ozgina qoldi. 5 minutdan keyin challenge tugaydi. Men buni qilmayman. 10 ming dollargami? Ha, mayli, men rad etaman. Challenge tugashiga 4 daqiqa qoldi. O'ylaymanki, boshqa yangi hodisalar bo'lmaydi. Men hozir aniq bilaman, ular meni oqtarishyapti. 3 2 1. Qatnashuvchilar, vaqt tugadi. Qo'y bu yoqqa qara. Ha, nima? Jimmy aytdiki, Men hozirgina topdim. Hozir "Voy, shoshma, qayerga?" Kim o'yinda bo'lsa, hammasi 10 ming dollardan yutishdi. Sen hozir 10 ming dollar yutib olding, ozgina qolganda. Tushundingmi? Seni tushundim. Farzandlarim endi juda ham xursand bo'lishyapti. Oh! Qolganlar, hammangizni tabriklayman. Hammalaringiz 10 ming dollardan yutdingiz. Bergan boshqa pullarimdan tashqari men 1 million dollarni o'yinga tikkan edim. O'ylaymanki 500 ming dollar sarflaydim. Bu menga to'g'ri keladi. Obuna bo'lib qo'ying. Mana videoni oxiriga ham keldik. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin.